对象，我们俩分开吧。Ya imdodsa, cho'qim tishini birsini tepib oldingsan. Digna raskipon niye? Kimni tepib olding? Oturayım. Sen muştaqsan, bulamdan muştaqsan, bulamdan bana? Ya oturayım, çöndürüşüm almam ya. Ha, digna. Ya sen hazır hissiyatım düşünemse, yürgümge jirangda qo'ygan ekip ketdi azar. Amalva senma qara, o'zi kelishgan, oldin inishgan. Medison tük sevitning ko'payib tekib ketgan, erlik hararat urg'ib turgan bir balni tepib. Bishon o'sha. Zot etsin qayt. Raskiponni qilar daldirim. Yangi yil choplab qo'ymay bika. Ya raskep qo'yatiman-ku. Senin ko'ngling ko'taysa, mening kiyimlarimni qo'yqilgan yo'ldoshing kiyversin. Tushundingmi? Bo'lmasa to'tbijak kesib tozza qog'oz pishirtiverdim. Sana necha vaqtdan adamning zavodidan, shirkatidan oltinlarimning mahsulotlarini o'g'irlab akapirayotgan. Endi men eng oxir qitim alamani, o'zing eng oxir qitim ishlat, buningki pulga olsa, sen ching tut. Bekorlik mol yo'q sen buningki. Nurg'un aldan bir qitim rahmatingmi yo'q. Olsam beğensem kaçka gelsem kelmesem ne kadar imkan seçsem bana. Ya raskipon qiladim, sadmamsa. Dadam to'y qildi ki şimdi. Voy jinim, baldirdimamsa. Voy bu yaxshi-ku. Qanday yaxshi oldu. Meni dadam seni apağın aladı ki sen singlim men akang bo'laman ki o'zimdas o'zim qiynata deb chaqirammi? Qapa qochmayman. Ah vah, uyqudan uyup kalır Cuma apa. Yaxşıma apa, yaxşı doğma, tensalav etken yaxşıma. Güzel. Dadam çok yaxşıda, yaxşı turvatkansizler, yaxşı ötüvatkansizler. Dadamın da keçeler üyü kirmeydiğen, talavlarımda gırt bir çıkıp kirmeydiğen talav qaraydiğen falan yoktu apa. Ya yaxşı yutonlarma qeyrigan, yaxşı yutonlar dedim apa, yaxşı yutonlar inşallah çoğunlukla settiği kalkalım aldılar. Ya apa ben deprem ma dadam muhabbetimden apsını alıma deydi. Sen uylap bakan muhabbetimden apsını alıma deydi. O muhabbetimden apsını alsın bazar çıkıp kalına koyalım dedim ben. Sen neler yürüse sen bu işinde ben karıştım bak sen işin çoğaran koçuz yürüse kalkalımı setemez mi apa? Onun için bu micazını birazcık teksen uşak tayakla yiyse şu başka şey yok. Onun için bu micazını birazcık teksen uşak tayakla yiyse şu başka şey yok. Bir şeyini gelin vurup bolguda gitmeyeceğiz şu an. Ya minimum bir kalkman balırı o şekilde muhabbet erkekliğimi kuvvetsi anlamamda ben bir adem olmayan bir yürek bağı dedim apa ya üzerine yaş büyük kızım asabımamdı. Ya şu konumu yaptım, bırakma yaptım, üzerine en yaş gördüğüm aşma yaptım, alay istemem, muhabbetimi apsanım derim o dadam diyen. Dadam. Boldular, neymişler tifo kıldan apa degine yapıldı. Çilup koymayın ki. Ya apa ya, bu uçur. Canım apa 88. kıtım bulundu. Canım apa ben oraya görüşke. Bütün şehir kızlarla görüş buldum apa ben. Hemimiz yolunu ayak koyup gözünü kuyruğu karar bademge. Bütün hemimiz tanış bu. Yani kimle görüşüme? Buldu. Konuncayda bildim konuncayda. $6'ımla mahsulatlardan bir iş aleme. Daha berip yengil kansasından görüş bilme. Buldu apa buldu. Vay o tılım var ya tılım ben nereden anlaydım bayağıdır düşüyordum apa ben. Muhabbetini ben okuduğunu bilgen şu yerden açarlığını kıynapamdan. Şimdi şu karşım dadam muhabbetini apsalım edip bana küçük ayırmış it. Acı haber hep çıkıp ettim çünkü ona sen alaya bol aldılar ne olsun. Buldu. Bu apa terikme bade. Düşünkem de bu hukukum bağlı ben oğlum oğlanı yapani buptam dedi. Erkek nimemni sana yetkizdirme oğulluk burçoğunu. Ya buldu beşen kara ya.我给你说对象，今天见吗？不见吗？必须见啊，对象，我跟你说。
Keldingizmi? Satıldı cümle yama sakıltıp koydum. Yo'q, hech qisi yo'q. Mani nimki deb qolmang. Ma oltinlarim marksidagi bir yurish mahsulot ikimni tunji qatim uchrashimiz bo'lgandiki, eslash, xotir sizga bir yurish ekaldim. Menga ishongandek ishini shu ishlatib choplaversangiz bo'layordi buni. Endi mana ishlatib texmo rangdor juloliq turishingiz uchun Bahobalining obstacle kutishingiz uchun bir yashik sizga yengil asosda. Voy, bu bek koyib ketibsiz. Ya kayışlayın yapılar doğru gelmedi. Rahmatjimo. Hem de tanışıp ötkiteyli isminiz, nima isminiz şu an shunday olganda? Mening ismim Dilara. Men o'zimni ham mijozimni bir tushuntirib qo'yay sizga. Mening mijozim yomon keskin. Qilich kabi kesadigan bak vahshiy mening mijozim. Ay qas kesib qasabdek bo'lar mening mijozim. Lekin men meka ishlarga qo'sham yo'q. Bunga avval sizga mashin dunyoda bir talla bor. İkinci qitim bir yerda uchirtib qolsangiz, ko'zingizni qo'lingizni tiqib olsangiz bo'ladi. Bu sizga ko'nglim. Ma kartaning ichida 300 ming pul bor. İçim pushqan kun tug'ilgan kuningizni o'tkazib beraman. Buni o'lcha taqmay. Qo'lim ochiq. Ma Ashqosh shaharning markazidagi 120 pinponlik uyni ochqichi. 4ni tug'amsiz, 5ni tug'amsiz. Netçin tug'sangiz biz Kankushada, Azadda yashalaymiz o'yladi. Ama deyken. Onun pulni deykunni o'zim amomamdan 40 talda g'azva setib, charaga chiqib, to'layman onun ensirga solma bo'ladi. Mana bu asto'li ko'nglimiz. Siz bu tuyuqsiz bu narsalarni menga ko'rsatib. Men tushunmadim. Ya amda bunday gap. O mal dunyo kelganda sizning mal dunyolarınız meniki sizninki. Bu yerda ayrımchilik qiladigan bundaq ishlar yo'q. O sizniki, meniki sizniki. İşkiniz tap bugun ko'rishgan sap bu gaplarni qilib yurasiz bu. Ya biz er-ayol bo'p bulduk hozir, er-xotin bo'p bulduk. Er-xotinlik natija biz yaratib bulduk. Endi biz chiroyli mal mablag'larimni qabul qilsang, asta uyga qaytib ayranmasaqmi bo'ladigan yerga kelib qoldi hozir. Ana shunday bo'lsa-mu bir cho'lani kalasi o'tkazdi, cho'lar qo'shilgandan keyin, onandan keyin to'y qilib nima yapasaq bo'lmamdi bu. Ya o cho'nglarni qilsa ochiq aralashtirib deyman. Bu cho'nglar shu bizni qabul qilg'ashqa, ikkimizni bir dasturxon daxil qilib, mana uy amallar balalarım ko'rishib uy kessin deb menda tonish hamma gapni cho'nglar damda ko'rishib sizlar qaytinglar uyinglarga damda uy qaytinglar o gapni deyolmaydi-ku. Unda bo'lganiki lekin qopsiz unda san'atga asosda qaytamiz. Oilamiz qaytayli, biz ailemizga qaytib o'zimizga illiq ailega bo'lgan mehr muhabbatimizni ko'tarib biz xo'jalik qildaylik. Ma'qulmi? Sattumamdi, qarang bu Qo'pay xotin. Lekkidala o'zingimda so'rab 3 sekund vaqt bermay o'rnimda lekkil qopsam bo'ldi. Meni ko'p charchatma, ha? Boyanıldığını. ma'qul aksa qopma yerim. Men sening axloqingning qayerdan qayergachiligini men buzib bo'lgan. Tushunmaganga basmoqchi o'nanji. Oltinlarimning bir yurish mahsulotlarini o'zim odamning shirkatini talishib ekib demadiksa. 3 kollektivlik men bu ishiltayasan. Yilmama haqni olib qopdi, men o'zimning bo'lganimiz bor-ku, 4 bolni naq maydon tug'atdan kelsan. Ay bu odam ahmoq qilyapsiz siz? Kim ahmoq qildi men? Qo'pay xotin deb qo'ysam tex. Ma'qul erim. Onim likkili qopatsan o'rningdan to'xtab ketgan ko'kapdagi. Axloq deganim bormi va senda? Ay yo'qlayman salom qizim. Kessan ketmamcha va basmoqchi o'nanji. Apa? Ha ko'rishdim. Va bo'lanmidi apa, bo'lanmidi? Axloq chatdan bo'lanmidi? Japalanib ketib qoldi. Ha. Ya apa, sen men o'ylab, men yenim yag'andan bir mablag'ni shunda olib tashlasam, qara apa. Lekkili qopatida qarab tursam. Ha. Va bek yuzi qilin qiz ekan apa, bu bek. Ha. Hozirgo apa o'ylig'ini hozirgo men o'zimdan men yag'andan
Yağanı soskisi hep onu qilib, bunu qilib yağanda sizning mol dunyolarıngiz deb yağanda qildim. Favqulodda rost keyin to'y qilib boshda mendimi bunda qaraq baldan birisi chiqib. Ayta to'kmotoni ochishdim birini yağanni ko'stibli qo'yib ketib qolsa, likil qopilga bundan jo'xoba deblar. Bo'ladimi? Ya apa o sening davring ketdi. Masalan dey. O bir o'g'ilning ko'zigimda qarab qo'yib, yarim soatdek, 1 soatdek yuzini ya qizatib, mang'idigan undaq padishaplik sharmi ayollik o vaqtin ketdi apa. Hozir bunda qaraydigansan, patanga buq qo'yib xat chiqarib yutdi patangni hozir. Nima qaraysiz deb. Unda. Yo'q, men hammasini bir tayaq aytib etmedim. Yaxshi qizlar bor, men hammasini bir tayaq aytib etmedim. Hamda shu ba'zi bir qismlardagini da'vat. Menga shunday ba'zi bir qismdagilar yo'l qo'yibdi. Menda o'ylab baqsam, seni ampaylaring asoslanganda. O yaxshilar ne ketdi? Mening hukumini bo'rtalab paqta ketdimi? Ha bo'ldi. Ha bo'ldi, tushundim. Senin qo'lingda maljiq, bilma. Yana birisini, yana bir toshqan mitli qipla o'rinlashdi konjaga. Oltinlarimni bir chaplab yeta yag'andi. Ha bo'ldi, bildim. Ha bu Ayşaga o'rinlashtirib. Ha, ma'qul. Sette olduğumu yaman saklıtı ettim. Yaxshimisiz? İsim kursu, unutqatma. Yaxshimi, yaxshi tudingizmi? Nereden tapdınız lan Mungu Banu oyunu? Nimaga aqlsiz? Orlar arashga qumtasqamga debmi o'tiga? Orlar arashga qumtasqamga debmi o'tiga? Nimaga aqlsiz ko'nglim keldi uchunmi? Hoziraq Simotre qalbingiz shexilni qaytib uyni digoni qo'pirib deylik. Menchu qarang bugun uchrashishni deb ota-aytamizda yasinib kelgan. Yaman ciddi tayyorlik qilibsiz. Şilapini patırıp kuyuyorsun, çaşına otur, taz mı ya? İki taraf sangalap gitti, bizden öyle az mı ya? Gap kılın ha, kulakta ayak ötken gaz mı ya? Iş bo'ldilar, ketdim. Ya, çaq koydum. Sizge qarab üzemli ama içimde benim köy bole dep git bari kalpüşlerim tegib. Sizdek bunda umak, bunda adamni meptun qilgan qizlarni men hayatımda az uçurdim ben. İşte ayacanım ki barma işqab. Mening ismim İlyar. Sizning chu? Mening ismim Nadira. Nadira. Ama başsal ketib qopdi, ha? Nimliginiz bu? Men demoqchiman, chaqdan chiqqan harorat ikki burnimni to'shkidan kirib biyani pakkasa qaytdi. Tushunmadim bu. Men demoqchiman, beshingizni jumabsiz purab ketdi, beshingiz davatimi. Tushundingizmi? Menchu qarang uyda jup kelgan. Yug'an baş bunda olmaydi va ilgirga xarlangan baş qo'y bu. Odatda beshini jumaydiganlar maktabimdan atib oldi, beshalan ustiga atgan kuldikda. Ichimni siqib. Ya bingoning cho'ksi. Nima? Bosh shug'ulmoningizmi? Nimchatig'im? Ya o patqın gap yo'q. Bu yerda men beshingiz yupqasiz, men oltinlarimni chashparchikini ishiltib, azosi yupurab ketgan beshingizni mezzi qilsin deyapman men. Unichu o'zing ishiltib ol. Chekanga tanga. İşletmisan işletmereva, mes vaqtim içip gitme. Apa, yaxshimi? Yaxshi, men yaxshi. Ha, ko'rishdim, hozir ko'rishib shu keldim o. Apa qatti bo'lmaydi ki, bek mehnatli qizg'u. Ha? Bek mehnatga o chosh degan yumabdi, qara. Buz chiqibdi ichidan o'g'utqu. Ha. Yo'q, o qattilar men yoqtirmadim, apa zo'lima men unda. Bek zo'lg'on kelgan dadam qilib beramiz. Ya qatti bo'lmaydi ki, davatmen shu. Ya o senin pakizliğinga o kızanın meyneki kana toğır keledi apayı. Sen toğır kelem kemem de öyle fakat yıkımı kemeydi o tatırgın kalaştık. Ya. Şu. Oldu apa, bunda qara. Ya hem de acırışıp geçsem apa oylap bakaya hem okuğa adam qo'ymda bu. Gad bir qiz bola nabut qilib ajrashib ketsam hamda ajrashdi degan ataqni oladi apa. Ha. Ilm jamiyat ozma ajrashayotganlar apa o'ylab baqay.
Ya bo'ldi-ku shu, unda bo'lgan nima ish qilmay bekorni buzib, ko'nglim tatmidi. Sal o'zi namoyon qilib turgan qiz bo'ldi-ku, u tozliq jihatdan. Unda bo'lganki bo'lmaydi ekanki, bo'ldi-ku, sen nima ish qilsa, cho'qqim ep birdigan menga bu. Yo'q, bo'ldi. Foydasi yo'q, rasbika ajishib kelsan foydasi yo'q. Mening qo'limni ichkasi yuridi o'sha arshu telefondagi uning qo'lida, buning qo'lida kecha vitasini naqsini yutib chiqarib. Bo'lmaydi apa. Ya bo'ldi apa, bunda qilayli. Yana birini topay, seni jiqqo apa. Qizlar yana birisini topsam, aytash ko'njaydi, oltindirimni maslahatni epla berib. Ha. İşte qilayli bo'ldi. Sirma burada ko'rishima. Ma'qul. To'y qil degan gapga kart oldim jumo. Nima ish qildim, to'y qilishga odamni. Evet, qandoq mahluqotlar bilan ko'rishib ketaymi degan ayt. Kart chiqdim, kart. To'y qildim, bolada qoldim. Bo'ldi, tugdim-ku vaqtida men. Bir amdan pakiz qiz bo'ldi, meynat chiqib bekordilar. Xayr, muhabbat yana baxtim bordi men. Yaxshi qiz bo'ldi, apa, bek yaxshi qiz bo'ldi. O'zimni apa, bek yomon qiz bo'ldi Allohga. Bu olmaymish qizni. Proyekt bo'lganligi olmaymish qizni, apa. Nima degan tabiiylik bu qizniki, gap so'zlarda nima degan sabiylik, apa. Nazokatlik kulishlari odamni mabdu qildi-ki, apa. Amal yo'q-ku bu qizni olmay, apa. O'zim peyzam. Lekin apa shu bu qizlardan taqdirini bir yer qilmayman o'xshaydi. Yog'ochlar bir deprejma onasi anlab baq. Anlab baq depre. Yaxshimi? Yaxshisiz. Oy, kech qolmabman o. Vaqtida kelibsiz, kechikmadingiz. O'zim bu ishlayman emasmi, shu vaqt ko'z qarashim. Daqiqasi vaqt ko'z qarashim. Nima ishlaysiz? Ha, menmi? Adamning bir shirkati bor, oltinlarim cho'lchak shirkati shu yerda ishlayman. Qanday xizmat qilasiz? Ben malvasım özüm kufanda. Özüm malıyız bir peyzim var, börün börtalarda paxtı biz basıdığal işiyorsa bir peyzim var. Birem de mallar olsa aytılırsanız. Yaxshi xizmatga. Her asmağı adamın şirketinin gaqamal o'g'irlab astal chiqqanini o'zini ishiltib yengil qilgan asosda. Rahmat. Oy. Hayatxon kirib chiqay. Hammamizning bir ishga boshi qo'yma. Bo'ldi, chiqib kiram. Bu gencini insan çünkü Türk genci sağlarında. Bu huzur tek teyzeciğim. Pek rahat kimsesiz. Ya arkadaş, Kim olsa ya arkadaş, kağıt var mı yanında? biraz bak. Ya arkadaş, ama kağıt verip duruyor ama 2 saat oldu. Okulu oturup kopamadım ya. Ya bu Hayatxon qog'oz o'qirdiğimizda 2 soatdan o'tadan aşın içine. Koptum emas da. Ya bu Hayatxon qog'oz o'qirgining bilan turpan o'zini babamcha ish bu.
Ya bir hojatxonani qaraga kirmamchi. Şimdi korktum ben buna. Bor men berayim deb. Tamam, unutmadim deyman. Rahmat odaşı, rahmat. Rashmaydi. Xo'jadoldimi? Bekşi. Ya adam, men bir tane so'ray sendan. Vay dunyodagi eng da'vo shaxs yoki olim birasi. Vay dunyodagi eng shu huzurlangan eng rahat ish nima desin deb javob bersa. Tapamanama qabaqmash. Cho'ng taraf deysiz, cho'ng taraf. Buningdan huzurlangan, buningdek ya adaş, men ama polis to'xtadi diye bir ötmemse ağanım. Soramın ya gep qolay. Adaş. Bunda qo'qtuyor mu? Adaş. To'g'ri. Kuchlikmi bu? Gapira deyman, men ama to'xtadi. Ben işlerden kendi hem de bu birine düştü sade. Mışta Nacar gülü bağırmasmam, evlip kaytomaydığa. Ya bu haftı fonbağası kaytomursa, o birine gir kagaz yap kaytomursa, o nep kaytın, bu nep kayt. Kana kılanım ya? Ya adaş, sen 2 saat maratonun sürü otağına oğlayan adaş, ben ömürlük benim bəxtimə otursaydım, ben sana dep koyay. Ya tepsidi maraton saklap turdu bir kız valla. Gep qilay, gep qilay. Gep. Qandan bulamam ben. Şu apa şu boğaçlamanı muşu ben sana dep bergen bitirmişti şu. Ya apa sen kızıkma ya bu ama nimede ben kızmalın gibi düşürsem o ben o birine çapınıp gidip barsam çıkıp degan tartışıp kuyuşu simutta köp kettim yan başlarım canım apa sen ya kızmalın gibi düşürsem o ya bu sert demez mi ya bu ya bu çigiz olsun ben getiremem çigiz yopurmak olsun o ya ama kim kırıp kala dedim işte arada famanı vartaslar otadım dilim apa ben bazen. Sizlergim sen dilim apa ama sen durduğu kalıplarını bilmiyorum ben hazır bombadım ben terbiyesip git var dilim apa gözüm karanmış ağzımı mazgap çıkıp dilim apa 15 minut için ben bağımı yokmuş şu akval astıda hazırım ben. Muşunda tutsan kızvalın oyun mu sana ben mi? Ha? Ben şifam tatma oturdu dilim apa çapkar yapma dadam çıkılan kep ben ekittanlar bir kep ben 15 minut için bir şeyde kayıtış bir işler olup kalsa sen demez mi kalanın oldu da bana balıs o burnunu kayıtışıp küttü de ya şu kep ben ekittanlar ben yama hatta rastı da dilim apa ben yam resmen yaman bulmaya gidip var ben ya o kız oldu ben kanal deyim o kız oldu ben büyük konuşkan kız oldu bana ben kagaz yapıyorum da diyemsem ben üzerine bilsem o ben yüzümün tuvaletini ya bu kilolar bir sana çiğzusu belki nimbe egelanlar itirgal diye maçının razı duyduğu maçın ben yaman etrafım çiğul kutlarlar yani ciger kapıp kutmayın ki bu ne be bu ekranlar buldu ya bak o